Farg'ona shahridan Qo'qon tomonga chiqaverishdagi o'rkachili qillar bag'rida Satkak qishlog'i joylashgan. Mana shu joydan o'tib ketayotgan har bir yo'lovchi shu yerga kelganida duoga qo'l ochib, aziz avliyolar haqqiga Qur'on tilovat qiladi. Uzoq yaqindan kelgan sayyohlar esa bu go'zal maskanning tabiati, sirli buloqlari tarixi haqida bilgisi keladi. Tepalikdan pastga qarab tushganda bir go'zal maskan borki, undagi mavjud 7 ta zilol suvli buloqlar, unga soya berib turuvchi quloch yetmas sadda qayrag'ochlar har bir sayohatchini maftun etishi shubhasiz. Bu yerga nafaqat viloyatimiz, balki qo'shni viloyatlardan, xorijiy davlatlardan ham ko'plab sayyohlar kelishadi. Biz Navoiy viloyati Nurota tumanidan kelgan edik, mana. Bu yerda ko'rdik. Juda ko'p fuqarolar mana dam olishga ziyorat qilib kelgan. Sharoitlar hammasi bor. Kelgan odam ko'rib, dam olib, xursand bo'lib, ba'zi bir xulosa chiqarib ketadi. Toza havo, salqin, xalqlar muomala zo'r. Xalqda baliqlar juda zo'r. Bizda ham Nurota tumanida ham Chashmada baliqlar bor, lekin bular boshqa ekan. Bizda havo quruq, bu yerda nam havo. Yaxshi dam olasiz, mariqib, toza havo. Chuqur nafas olasizda. Bizda issiqroq, bu yerda salqinroq ekan. Bizga ham tasodifan mana bugun o'g'lim harbiy xizmatda edi, Farg'ona viloyatida. Shuni ko'rgani kelib, shu yerda maqtashuvdi, shu yerga kelib qoldik mana tasodifan. Xudoga shukr, mana o'g'lim ham hozir yonimda. Hammamiz mazza qilib o'tiribmiz mana. Sharoitlar ham yaxshi, Xudoga shukr. Salqin chinorlari bor ekan. Bu yerda dam oladigan chiroyli maskanlar bor ekan, mana qadimgi chinorlar, baliqlari qanaqadir davolovchi deydi. Yaxshi, Xudoga shukr sharoit. Tarixdan ma'lumki, ajdodlarimiz tomonidan muqaddas maskan sifatida e'zozlab kelingan bunday joylar odatda hududlarning rivojlangan markazlarida joylashgan. Shu sababdan ular sug'orish inshootlari va suv havzalari, savdo yo'llarini kesib o'tuvchi chorrahalar, tog' dovonlari bilan bog'liq bo'lgan. Satkak ota ziyoratgohini o'rganish davomida bu yerlarda ham qadimgi manzilgohlar mavjudligi, bundan taxminan 2000 yil avval aholi yashaganligi aniqlangan. Bu so'lim oromgoh qarshisidagi qir ustida ko'hna maqbara bor. Satkak ota mozori deb atashadi bu joyni. Ular haqida og'izdan og'izga o'tib kelayotgan rivoyatlar ham ko'p. Ayrimlarida Satkak ota aslida Yusuf Sakkoki ekanligi tilga olinadi. Keyingi yillarda Farg'ona ulamolari va tarixchi olimlar u kishining haqiqatda ham tarixiy shaxs ekanligini isbotlab berdilar. Uning asli ismi Imom Yusuf Sakkoki bo'lib, 12-asrdagi yirik islom olimlaridan biri bo'lgan. Shu kunga qadar Satkak ota ziyoratgohi haqida tugal bir izlanishlar olib borilmagan. Avvalo, Satkak ota ziyoratgohi qadimiy manzilgoh o'rnida joylashgan. O'tgan asrning 70-yillarida qadimshunoslar, aynan Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyining o'sha vaqtdagi qadimshunos olimlari Satkak ota ziyoratgohida qazilmalar o'tkazishgan va bu mana shu Satkak ota ziyoratgohi joylashgan qadimiy qabriston 2000 yillik tarixga ega ekanligini ko'rsatishgan. Chunki o'sha buloqlar shunday bir go'zal maskan qadimdan insonlarni o'ziga tortib kelgan. Endi Satkak ota masalasiga keladigan bo'lsak, qo'limizda markaziy davlat arxivida saqlanayotgan Satkak eshon masjidi bilan bog'liq hujjat saqlanadi. Endi bundan ko'rinadiki, o'sha vaqfnomada Satkak eshon deb qayd etilgan. Demak, odatda bizda eshon so'zi tariqat ahllariga nisbatan qo'llaniladi. Demak, Satkak ota o'sha tasavvuf tariqatining namoyandasi bo'lgan, piri murshidi bo'lgan zot sifatida qayd etilgan. Endi Satkak so'ziga kimdir Satkokil nomi bilan bog'laydi. Endi agar biz uni lug'aviy ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, bu 100 kokil degan ma'noda. Lekin xalqning tafakkur elagidan o'tkazishga to'g'ri keladigan so'z, atama. Aslida bizga ma'lumki, O'zbekiston hududida bir nechta Sakkak nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar bor. Shulardan biri haqida Abu Tohir xo'ja Samariyada aytgan.
Mana bizdagilar aytadi, Farg'ona shahri yaqinidagi Satkog'ota ziyoratgohi bu Abu Yoqub Yusuf Sakkokiy nomi bilan bog'liq deydilar. Bizga ma'lumki, o'sha 13-asrda yashab o'tgan Sakkokiy bu Yettisuv vodiysida dafn etilgan. Manbalar shuni qayd etilgan. Satkak ota dahmasi kim tomonidan va qachon barpo etilgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ammo Dahmaning 19-asrga oid qozilik hujjatlarida tilga olinishi uning ko'hna ziyoratgohlardan ekanligidan dalolat beradi. Bu Dahmani necha marta buzishdi. Uni xalqimiz qalbidan o'chirmoqchi bo'lishdi. Ammo har qanday vaziyatda ham bu ulug' insonning xotirasi, uning dahmasini saqlab qolishga harakat qilindi. 87-yilgacha men eslalaman, bu ziyoratgoh ancha xaroba, ancha tashlangan holatga kelib qolgan edi. Mustaqilligimiz arafasida hashar yo'li bilan tika bo'lgan maqbarani oldida turibmiz. Mulla Abdurahmon Sakkokiy degan azizlarimiz. Mana ikkita qirdi orasida turgan chiroyli go'shalar bor. Odamlar butun respublikadan keladi. Imkon qadar shetdagi xalq o'sha kelayotgan mehmonlarga chiroyli xizmat qilishyapti. Imkon qadar qo'llaridan kelgancha yaxshi gaplarini ayamay, mana to kuzgacha odam arimaydi. Attraksionlar qo'shildi. O'sha choyxonalarda sharoitlar chiroyli bo'lyapti. Hammasi zamonaviylashib boryapti. Ko'proq yoshlar, bahor sari yoshlar ko'proq kelishadi. Yoshlarga bu ibrat maskani. Men o'ylayman, ibrat maskani. Kelib Qur'on tilovat qilib, azizlar ruhlariga duo qilinadi. O'sha kelganlarga tarixlarini qo'limizdan kelgancha bilganimizcha aytib beramiz. O'zlariga bir ibrat, oziqa olishadi degan umiddaman. Sakkokiy pichoqchilar ustozi degan ma'noni anglatadi. Asrlar o'tsa-da bu ulug' inson haqida xalqimiz orasida og'izdan og'izga o'tib kelayotgan rivoyatlar ko'p. Ulardan birida aytilishicha, qadimda yurtimizga islom dinini olib kelish uchun kelgan Satkak ota yov bilan urushdan so'ng ko'p jarohat oladi va yovdan qochib qir adillar bag'ridagi mana shu joylarga kelib qoladi. Suvsiz, majolsiz o'tirgan holatda qo'lidagi hassasi bilan 7 joyni kavlab suv chiqarmoqchi bo'ladi. Ammo holdan toyib hushini yo'qotadi. O'ziga kelganida esa haligi 7 ta joydan suv sizib chiqardi. Ana shu suv bilan uning hayoti saqlab qolinadi. O'zi esa shu manzilni makon aylab obod qiladi. Bu albatta rivoyat. Uning qanchalar haq, to'qima ekanligini bilmadik-ku, ammo bu joylarda hamon 7 ta buloq qaynab turibdi. Ziyoratgoh hududidagi buloqlar va baliqlar bu yerga keluvchilarning ko'ngillariga xushnudlik baxsh etmoqda. Ma'lumki, baliq ibtidoiy kishilar ongida g'ayritabiiy hodisa. Atrofni yovuz ruhlardan tozalovchi, odamlarga tetiklik, kuch va g'ayrat ato etuvchi ilohiy jonzot timsolida gavdalanadi va u qavmlar orasida o'zi bilan bog'liq turli xil urf-odat, udumlar tizimini yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan. Aholining tasavvuriga ko'ra, bu baliqlarni o'ldirish, uni ushlash man etiladi. Hatto baliqlarga termulgan bemorlar kasallikdan ham xalos bo'ladi deyishadi. Ziyoratchilar ularga ozuqa tashlab, baliqlar harakatidan zavq oladilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Satkak mozor paydo bo'lganidan buyon ko'llar va baliqlar mavjuddir. Ko'plab ulug' zotlar aynan mana shunday buloqlar, chashmalar mavjud bo'lgan joylarda hayot kechirganlar. Odatda shahardan tashqarida. Ularning fe'l atvorida aholidan sal uzoqda yashash, xilvatda yashash ularning bir ko'nikmasi bo'lgan. Demak, hayot tarzi ham shunday bo'ldi. O'sha Satkak ota mana shunday ulug' zotlardan bo'lsa kerak. Endi qarangki, bu sovetlar davrida bu ziyoratgoh haqida tanqidiy maqolalar chop etilgan. Va hattoki Satkak ota qabrini ham ko'lashgacha borishgan. Lekin
Bilasizmi, odatda xalqimiz o'z ulug'larini ziyoratgohlarda agar bir uni toptalmoqchi bo'lgan, saqlab qolishgan. Qaysidir bir yo'l bilan. Balkim shu yo'l bilan uni boshqa joyga bekitishgan ham bo'lishi mumkin. Lekin bizga aniqki, bu ziyoratgoh asrlar davomida xalqimizning eng qadrli joyi sifatida, maskani sifatida ulug'lanib kelingan. Turizmni rivojlantirish, sayyohlar uchun sifatli xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish, mehmonxonalar va dam olish maskanlarini yaratish maqsadida qishloq aholisi orasida tadbirkorlar uchun sharoitlar yaratib berilayotgani yaxshi samara beryapti. Mahalla fuqarolar yig'inimizda hozirda 3,5 mingga yaqin aholi bo'lib, mana shu Satkek dam olish oromgohida shu xalqimizdan, mahalla ko'ylarimizdan 80-90% shu yerda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Savdo sotiq bilan, boshqa tadbirkorliklar bilan. Mana choyxonachilar o'sha hukumatimiz tomonidan chiqarilgan imtiyozlardan foydalanib, kreditlar olib, ko'pchilikni ishlar bilan ta'minlashib, kelgan mehmonlarga yaxshi muomalalarda bo'lib, ishlarini olib borishyapti. Bizni Satkek shu dam olish oromgohimizga turli joylardan, Samarqand, Buxoro, respublikamizning turli chekka o'lkalaridan kelishib, dam olishib, bu yerda yaxshi hordiq chiqarib ketishyapti. Havo toza, sharoitlar yaxshi. Asrlar o'sha yashab kelayotgan Satkek qishlog'i bugun go'zal bir maskanga aylandi. So'lim tabiat, o'tmish bilan bugunni bog'lab turuvchi osmono'par daraxtlar barchani maftun etibgina qolmay, xalqimiz tarixi, qadimiy qadriyatlari, milliy urf-odatlarimizni ham o'zida mujassam etmoqda. Qishloqning barchaga ko'rinib turadigan qariyon bag'riga Satkek ota uchun bunyod etilgan dahmani bu yerga keluvchi barcha sayyohlar ziyorat qilishadi. Go'yo asrlar o'tsa-da, buyuk ajdodimiz o'z avlodlariga ezgulik nurini sochib turgandek.